Monsterverse franshizasida juda ko'p titanlar mavjud. Ularning ba'zilari uydek keladigan bo'lsa, ba'zilari Misr piramidalaridan ham kattaroq. Bugun esa sizlar bilan ushbu kino olamidagi eng katta titanlar bilan tanishib chiqamiz. Chanoqzavrlar. Kong Chanoq oroli filmida ushbu turdagi titanlarning turli xil o'lchamdagilari bizga ko'rsatildi. Film boshida Kong bilan jang qilgan ushbu chanoqzavrlarning bo'yi 29 metr edi. Keyin esa final jangda ularning qiroli maydonga chiqdi. Bu chanoqzavr qolganlaridan ancha katta bo'lib, bo'yi 35 metrga teng. Shuningdek, Godzilla Kongga qarshi filmida bizga qizil chanoqzavrni ham ko'rsatishdi. U esa eng bahaybatli edi va bo'yi 50 metrni tashkil etardi. Afsuski, uni Mechagodzilla 2 ga bo'lib tashladi. Suko primatlar avlodining kichkina vakili. Uning bo'yi 33 metrni tashkil etadi. Bu esa Kongning 2017-yilgi versiyasidan kattaroq. Demak, u keyingi filmlarda chiqadigan bo'lsa, undan-da kattaroq ko'rsatilishi mumkin. Titan Dak, Godzilla Kongga qarshi va Yangi Imperiya filmlarida kichik epizodlarda ko'rsatilgan ushbu titanning bo'yi 30 metrga teng. Tanasining uzunligi esa 147 metrni tashkil etadi. Mothra asalari va kapalakning katta nusxasi bo'lib, Godzillaning asosiy yordamchilaridan biri hisoblanadi. Uning bo'yi ikkala filmda ham 45 metrni tashkil etgan. Titan Rodin. Ushbu maxluq alfa titanlardan biri bo'lib, hattoki Gidoraga ham qarshilik qilgan. Film oxirida esa Godzillaga bosh egdi. Uning bo'yi Motranikidan biroz balandroq, ya'ni 47 metr. Godzilla 2014 filmida ikkita mutolar bizga ko'rsatildi. Erkak mutoning bo'yi 60 metr, ayoliniki esa 91 metrga teng. Shuningdek, Godzilla maxluqlar qiroli filmida Godzillaga bosh egadigan titanlar orasida Malika Muto ham bor edi va uning bo'yi 94 metrni tashkil etgan. Qirol Scar Monsterverse'ning so'nggi filmining asosiy yovuzi sifatida ko'rsatilgan ushbu titanning bo'yi 98 metrni tashkil qiladi. Scar oldin hech qaysi film yoki komikslarda chiqmagan. Ijodkorlar uni maxsus film uchun o'ylab topishgan. Kong franshizaning asosiy personaji bo'lib, uning bo'yi 2017-yilda chiqarilgan Kong Chanoq oroli filmida 32 metr edi. Albatta, ushbu film voqealaridan deyarli 50 yil o'tib, u Godzilla bilan to'qnashadi. 2021-yilgi Godzilla Kongga qarshi va 2024-yilgi Godzilla va Kong Yangi Imperiya filmida uning bo'yi 102 metrni tashkil etgan. Titan Stilla. U kino olamida ikkita filmda chiqqan bo'lsa-da, ikkinchi darajali titan hisoblanadi. Uning bo'yi ikkala filmda ham 104 metrni tashkil etgan. Afsuski, endi uni boshqa filmlarda ko'rmaymiz, chunki Godzilla tomonidan oxirgi filmda o'ldirildi. Titan Behemoth. Godzilla maxluqlar qiroli filmida uning bo'yi 107 metrni tashkil etgan. Behemoth Rio-de-Janeiro shahrida uyqudan uyg'onadi va shaharni o'z tishlari bilan bemalol vayronaga aylantiradi. Lekin filmda u qatnashgan sahnalar faqatgina bir necha soniyani tashkil etgan. Godzilla 2014-yilda chiqarilgan u haqidagi film Monsterverse franshizasini boshlab berdi. Keyin esa 2019-yilda ikkinchi film ham ishlab chiqarildi va shundan so'ng ikkita crossover va serialda ham chiqishga ulgurdi. Uning barcha proyektlardagi bo'yi 120 metrga teng. Mechagodzilla. Ushbu robot titan Apex tomonidan Godzillani yo'q qilish uchun yasalgan. Buning uchun ularga yer osti energiyasi katta yordam berdi. Mechagodzillaning bo'yi 121 metrga teng. Albatta, Godzillani yengish uchun undan balandroq bo'lish kerak. Titan Mafusail. Ulkan tog' shaklidagi maxluq bo'lib, Godzilla maxluqlar qiroli filmida birinchi va oxirgi marta ko'rsatilgan. Ushbu titanning bo'yi 122 metrni tashkil etadi. Titan Varbat. Varbatlar bo'yi bilan emas, tanasining uzunligi bilan odamlarni hayratlantira oladi. Ularning bir nechtasi Kongni sal qolsa o'ldirardi. Varbatlarning har xil kattalikdagi turlari bor, lekin bu yerda uning tanasining uzunligi 147 metrni tashkil etadi. Titan Tiamat. Godzilla va Kong Yangi Imperiya filmida Titan Tiamatning tana uzunligi 258 metrni tashkil etadi. Bu esa uni Godzillani bemalol tinchitib qo'yishga yetarli edi, lekin ssenaristlar bunday bo'lishini xohlashmadi va Godzilla uni atom nafasi bilan parchalarga bo'lib tashladi. Qirol Gidora. Godzilla doim maxluqlar qiroli nomi bilan tilga olingan, lekin yana bitta ushbu nom bilan tilga olinadigan titan bu Zero maxluqi. Gidoraning filmdagi bo'yi 159 metrni tashkil etadi. Filmdagi ushbu kadrdan u va Godzilla o'rtasidagi farqni ko'rish mumkin. Titan Shimo. Gidoradan ham balandroq bo'lgan 4 oyoqda harakatlanadigan ushbu muzli maxluqning bo'yi 164 metrga teng. Agar u 2 oyoqda tik turadigan bo'lsa, 200 metrdan ham oshishi mumkin, lekin film oxirida negadir u kichrayib qolgandek tuyuldi. Monsterverse franchizasidagi eng katta titan esa ushbu faqatgina skeletlari qolgan titan. U haqida kanalda alohida video mavjud va unda uning bo'yi va tana uzunligi qanchaligini sanab chiqqanman. O'tib ko'rishingiz mumkin.
Ushbu titan haqida internetda juda ko'p teoriyalar mavjud. Kimdir uni titan Jormungandir desa, kimdir esa Megavarbat deb ataydi. Lekin ushbu ulkan suyaklar shunchaki Kongga ko'prik vazifasini bajarish uchun ko'rsatilib o'tilgan ham bo'lishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu ulkan suyaklar qaysi maxluqqa tegishli? Monsterverse franshizasiga kiruvchi barcha filmlarni bizning Telegram kanalimizdan o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin. Kanal manzili video ostida. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Hozircha esa xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.